Jamol ekan magaziniga borib kolbasa olib ketmay qoldi, zing'illa. Ha, qarz daftarga yozdirib kelingmi? Yo'q, naqd pulga olib kel. Yangi yilda qarz bo'lib o'tsak, polni qarz bo'lib ketamiz. Latapa-tapa tasvirib ekansizlar. Endi gara undan ko'ra yangi yilda bizakini kutib qo'yinglar. Nimaga? Nimaga bo'ladi? Baribir hamma narsani bizakidan olib ketyapsizlar-ku. Dasturxonim zo'r bo'pti. Qo'ling tot, soat 12 bo'lsa keyin yeysan. Yanga yuring bizlarga. Men ham boray. Dasturxon qanday bo'lganini ko'rib kelaman, sen qisib o'tir. Voy, apelsin, mandarin. Ayaman unimi? Voy, o'lay suyuti işte. Sevib yon. Hozir 3 ga san emas suyut yonadi. 1, 2, 2,5, 1360, 40, 1378. Sizgina hozir qahqahan yangi yil soni boshlangan bo'ladi-da. Yondi. Shu gapni ertaroq aytmaysizmi? Vaqtliroq yongan bo'ladi. Shamni men birinchi o'chiraman. Yangi yil kirishiga qancha qoldi? 40 minut qoldi. Yo'q, yangi yil kirishini uxlamay kutaman. Uxlamay. Yangi yil kirdimi? Ko'cha yoriqmi? Ha, 1-yanvar soat 10 bo'ldi. Kutib bilam uxlab qoldim-mi? Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan